Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Markaziy bank tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarni o'zbek so'miga nisbatan 15-avgust kuni uchun amal qiladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. Anjirpay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzcard va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. Anjirpay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. dollarning rasmiy kursi 46 so'mga pastlab, 1 AQSh dollari 11.891 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1.189.118 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi esa 15 so'mga pastlab, 1 yevro 13.753 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 yevro 1.375.334 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubl kursi esa 0.07 so'mga ko'tarilib, 1 Rossiya rubli 141 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 141 ming so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistondagi har kunlik dollar, yevro hamda Rossiya rubl kurslarini kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga albatta obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun alohida kattakon rahmat.